Akalar, suv tekin ha. Suv tekin narxda darvozalar berib yuboramiz. Biz hozir Namangandan Shamsiboy joyiga kelganmiz. Sizni mashinangizmi? Bo'ldi aka, tinchlik turib turing, hozir siz bilan gaplashamiz. Akalar, hozir Namanganda Shamsiboy bozoriga kelganmiz. Ya'ni darvozalarda optim ishlab chiqarish, tokda showroomga kelganmiz. Eng arzon narxlarda qilib beramiz, xudo xolasa. Shu ko'rib turgan darvozangizni razmeri eniga 2.40, balandligi 3 metrlik darvozani shu turishini hozirda 4 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastavkasini bepul qilib berishadi. Bundan tashqari, mana shu ko'rib turgan darvozangiz bepul. Agar siz qo'l mehnatida bitta darvoza olsangiz, bitta bepul bo'ladi. Xohlasangiz podvolingizga, xohlasangiz orqa tomon eshigiga qo'yib oling, yokida yana bitta beramiz. Ikkita pechatli darvoza olsangiz, ya'ni o'shanda qoplaydi jigarlar. Xudo xolasa biz sizlarga to'liq obzor qilib beramiz. Bittadan like qizg'anmasdan bosib qo'yasizlar. Boshladi deymiz. Assalomu alaykum aka. Sozlashimiz, charchamayapsizmi? Endi aka qisqa lo'nda obunachilarimizga ma'lumotini bersak aka, xudo xolasa. Haqiqatan ham shu turishi 4 millionmi hozir aka? Haqiqatda gapirganingiz rost. Turishi 4 million so'm. Kommentariyaga yozishadi, borsen 4 millionga bermaydi buni. Sotib bo'lingan deydi, tugagan deydi. Tugab qolsa ham mabodoga mana shu 2.40 ga 3 metrligini 4 million so'mga yasab berasiz. Aloqaga chiqishni qilib beraman, xudo xohlasa. Tugab qolsa yasab beraman. S9dan chiqdim desanglar, albatta yasab berishadi jigarlar. 4 million so'mga hozir nima beryapti hozir? O'zi pulni qadri ham muncha o'tib ketdi o'zi. Endi eng arzon 4 millionmi hozir? 4 million so'm. Bu ham 4 million, u ham 4 million. Siz bo'lishlaringizga. Bu ham. Bu ham. Bu qanaqa fason bu? iPhone fason. iPhone. Bu-chi? Hop, bu Dubai fason. Dubai fason. Dubai fason. O, bularimiz-chi? iPhone fason 3 metrga 290. 4,5 million so'm. Siz bo'lishlaringizga. 3 metrga 290. 290. 4,5 million so'm. O'rnatib berasiz. O'zbekiston bo'ylab. Dastavka bepul. Bepul. Hech qanaqa boshqa pul qo'shilmaydi. Barakasini bersin. Jigarlar, xudo xolasa arzon joydan topib qo'ydik. Nimani hisobiga o'zlari ishlab chiqarishadi, olib sotar emas. Agar olib sotar bo'lganda, misol uchun, bunaqa narxda bermasdi. Arzon berishmasdi. Hozir narx realniy arzon. Darvozani surishtirgan odamlar kommentariyaga yozinglar. Xo'p, bunisi nech bo'l, qanaqa ish bo'lgan aka? Xo'p, bu darvozamiz eniga 3,5 metr, balandligi 370. Materiallarga to'xtaladigan bo'lsa, ikkita yon taglari shveller, ramkalari 8 ga 6. Ko'pchilik 8 ga 4 qo'yishadi, 8 ga 6. Listlari qalinligi 1.8, 2 qavat bo'lgan. Avtomobilning shumka, oralari ham mashinaning shumkasidan qilingan. Kraskalar Devo kraska, banishniy. Kraskani ham har xili bor. O'sha kraskani o'chmasligiga qancha garantiya berasiz? Realniy. Palaqsa bo'lmasligiga 1 yil cho'chima garantiya beraman. Bo'ladigani 2 oy 3 oyda bo'ladi asli. Ha, bo'ladigani asli shunaqa bo'ladi. Bu qo'l mehnatimi hozir bu aka shunda? Qo'l mehnati, listel, xudo xolasa hamma narsasi qalinda bo'lgan, shumkali bo'lgan variantda. Xo'p, hozir buni turishini aytmaylik. Kvadrat metri nechta chiqadi? Siz aytgan materiallar ishlatiladi. Kvadrat metri men aytgan narxda bo'lsa 1 million 250 ming so'm, 1 million 300 ming so'm sotamiz. Hayit ayyomiga aksiya qilib 1 million 250 ming so'm sizga bo'lishlaringiz. Barakasini bersin, mujvoy ekan. Qoyil. Xo'p, bunisi-chi aka? Bu darvozamiz eniga 330, balandligi 3,5 metrlik. Turishi nech bo'l? 7,5 million so'm. Turishini. 330 ga 3,5 metr. 330 ga 3,5 metr tevasida havo keladigan joylari bor ekan jigarlar. Bularni nerjaveykanmi aka? Nerjaveyka, o'sha o'chmaydi, ko'chmaydi, xudo xolasa yaxshisi bo'lgan. Bu kraskalar Devo kraska. Devo kraskaning ham 2 xil varianti bor. Bu germetika qilinadimi har bitta choklar aka? Har bitta choklar avtomobilning shpaklovka ishlatiladi choklariga. Arzon shpaklovka emas, avtomobilning mashinaga qanaqa narsa ishlatilsa, bunga ham shunday narsa ishlatiladi. Arzon shpaklovka ishlasa tashab yuboradi. Tashab yuboradi, bilinadi. Juda ham yaxshi. Endi bu tomonga o'tamizmi? Bu tomonga o'tadigan bo'lsalar, jigarlar, mana bunisi razmeri necha, qanaqa fason bu aka? Eni 3,5 metrlik, balandligi 370, iPhone fason deyshadi, high-tech fason deyshadi ba'zilar. Hop, ikkita yoni 8 ga 8 bo'lgan. Taglari shveller, profillari 6 ga 4 qalinda bo'lgan. Zamonlar Symbol zamok, kraskalar Devo kraska, banishnisida bo'lgan. Lakigacha banishni, xudo xolasa. Lakigacha banish. Hamma narsasi yaxshisi bo'lgan. Nech bo'l turishi, kvadrati nech bo'l chiqadi? Xo'p, kvadrat metr 650 ming so'm chiqadi, 700 ming so'm chiqadi. 650 ming so'mdan qilib beraman. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib mutlaqo bepul. Qo'y. Xo'p, bularchi? Bu darvozamiz ham 330 ga 3,5 metrli. Hop. Radiator restyling varianti. Ikkita yoni 8 ga 8, taglari shveller, kraskalar Devo kraska, banishnisida bo'lgan. Hamma narsasi original 7,5 million so'm narxi. 7,5 million so'm shu turishi. Shu turishi. Boshqa gap yo'q. Juda ham yaxshi. Bunisi-chi aka? Bu qanaqa? Bu darvozamiz ham hop yangi fason 3,5 metr eni, balandligi 3,5 metrlik, listlari qalinligi 1.3 bo'lgan, 0.8, 0.7 emas, 0.9, 1lik emas, 1.3lik bo'lgan. Kraskalar Devo kraska, avtomobilning hamma narsasi yaxshida bo'lgan. Buni ham siz obunachilaringizga 7,5 million so'm qilib beramiz. Aksiya tamom. 25 ta darvoza bo'lsa, hammasi aksiyaga tushgan. Bu qo'l mehnati hisoblanadimi? Bular shtampovka. Shtampovka deyiladi. Bularchi?
Bu ham shtampovka 6,5 million so'm. 6,5 million so'm shu turishi. Razmeri Shu necha? turishi. Eni 3 metr, balandligi 3,5 metr. 3 ga 3,5 metrlik darvoza. 6,5 million turishi. 6,5 million so'm. Bunisi Bu 3 metrga 320. 3 6 metrga million so'm. 6 million so'm. Zamolar original Zuber zamoda bo'lgan. O'sha 5 talik kalit deyishadi, bilganlar buni. O'sha Zuber original. Bu 6 million so'm dastavka ustanib qo'yadi. Buni ham ichida mutlaqo bepul. Xo'p, qaranglar akalar, hozir sizlarga yana bir marta tushuntiraman. Shtampovka darvozani ikkita olsalaring, bitta 1 millionlik darvoza bepulga beriladi. Ya'ni bir qanotlik o'sha podvolingizga yo orqa tomon eshigingizga qo'yadigan darvoza bepulga. Plusiga dastavka, ustanovka O'zbekiston bo'ylab tekin. Ko'pchilik o'ylanib qoladi. Haqiqatan ham bepulmi dastavka? Haqiqatan ham bepul. Namanganda xudo xolasa darvozalarda ishlab chiqarish bo'yicha chempion hozir Namangan bo'lib turibdi. O'zi ko'pchilik juda ham yaxshi biladi. Akalar, o'sha ustalardan bittasi akamiz bo'ladilar. Bemalol telefon qilib, o'ylanmasdan qanaqa olammikan, yaxshi olammikan demanglar. Misol uchun mana biz sizlarga obzor qilib beryapmiz. Biz ham akalardan olgan pulimizni bola chaqaga yediramiz. Bizga ham birovga haqqi kerak emas akalar. Yolg'on gapirib, pul topadigan odam emasmiz. O'shaning uchun jigarlar, to'g'ri tushunasizlar. Sizlarga ochiq oydin obzorni qilib berdik. Yana nima qoldi aka? Sexga boramizmi endi? Darvozalarimiz bor. Xohlasa bu tomonda ham. Bu tomonda ham bor, keyin sexga ham boramiz jigarlar, xudo xolasa. Mana bu tomonda ham. Bular nechiga necha aka? 330 ga 3,5 metr bu darvozam. 330 ga 3,5 metr juda hadovoy bo'libdi. Ko'pchilik talab bo'libdi. O'shanga 5-6 ta yasab qo'yganmiz. Xudo xolasa tayyor tushadi deysa 2 kunning ichida olib borib o'rnatamiz O'zbekistonga. O'rnatib beramiz, xudo xolasa. Tayyor, ha. Bunisi 3 metrga 3,5 metr. Bu darvozamizdan o'sha ikkita yoni 8 ga 6 taglari shivellar bo'lgan. Dubay fason ba'zi odam mana oqni yoqtirmaydi. O'shanga однотонный qilib bir xil sip qo'yganmiz. Taylarini ko'mib va to'g'rimi? Ha, shivellar. Taylarni ko'miladi. Isuzu akalar bo'ladigan bo'lsa ham tevasi 4 metr ekan akalar. Bemalol kirib haligi chiqilaveradi, xudo xolasa. Bunisi bu 3,5 metrga 3,5 metrlik darvozamiz. Ikkita yoni 8 ga 6 taglari shivellar, profillari 6 ga 4 deo kraska bo'lgan, ponni. Kraskalari ham yaxshida, laki ham yaxshida bo'lgan. Bu darvozamizni turishini 8 million so'mga beraman. Turish 8 million. Bu tomondanglarchi. Bu darvozamiz lisli qo'l mehnati, o'sha qo'l mehnati. Siz aytayotganda bittaga bitta pulusi mana shu darvozalar. Ha, bu darvozadan bitta olsa yoki liboy razmerdan zakaz qilsa, bitta bir qanotli kichkina darvozacha bepul. Mutlaqo bepul. O'rnatib berish bilan uni ham. O'rnatib berish ham, uni ham o'rnatib berish bepul bo'ladi. Bu qanaqa materiallar ishlatilgan razmer? Bu darvozamizni ikkita yon taglari shivellar, ramkalari 8 ga 4 da bo'lgan, 2 qavat shumizolyatsiyali bo'lgan, ponni. Hop, kraskalar deo kraska, listlari 1.8 plyusovoyda bo'lgan. Ponni hamma narsasi qalinda bo'lgan. Profillari 1,5 1.7 stenkada bo'lgan ponni. Nech puldan chiqadi kvadrati? Oka 1 million 250 ming so'mdan chiqadi. 1 million 250 ming. Juda ham yaxshi. Oxirgisi bu qoldi. Bu ham ha, o'sha high-tech. Xudo xolasa. Jigarlar endi hozir sexga boramiz, sexni ham ko'rsatamiz, ketdimiz. Aka, sexga ham keldi, ya xudo xolasa. Bu tomonda nima ishlar ketyapti? Darvozamiz bu tomon kraska jarayoniga o'tgan. Hozir bu sarg'ayib turganlar nima aka bular? Shpagilovka, avtomobilning shpagilovka, oradan qo'yib, ha. Shumizolyatsiya bo'lgan, suv kirmaydi, nima bo'lmaydi, hammasini. Bu suv kirmasligi uchun qilinadi bu. Suv kirmaslikka, tikislashga, yuzalarni tikislashga mashinaning shpagilovkasidan ishlatiladi. Suv kirsa nima bo'ladi ichiga buni? Zanglaydi-da. Ha, zanglaydi, chiriydi. Chiriydi. O'sha narsalarni oldini olish maqsadida va bu tomonlarda mana balgarkalar ishlatishyapti akalar. Bu qayerga ketadi aka? Bu darvozamiz Sardobaga. Sirdaryoni Sardobasiga. Yangi yerga. Ha, yaxshi, juda ham yaxshi. Bunisi-chi? Toshkent Bokaga o'rnadi. Toshkent Boka. Toshkent Bokaga. Qachon o'rnatib berasiz buni? Ertaga o'rnadi. Bir hafta bo'lib zakaz qilishganiga, xudo xolasa. Bir haftada xudo xolasa tayyorlab beryapsiz. Bu tomon o'sha shpakilovka, kraska sepish tomon ekan, jigarlar. Tamam, bo'ldi. Bu tomonda svarka ishlar olib olinar ekanda. Bugun hozir seximiz ozginalariga dam olgan varianti, o'sha sal nima qilmasizlar. Ha, yo, mayli. Qo'lda bor, ya'ni ponni ishlashadi, ob'yom bor. Xo'p, bu tomonda mana svarka ishlari jigarlar. Ko'pchilik aytadi, mana o'rtasidan ular qo'rishyapti, u bo'ldi, bu bo'ldi deyapti. Mana ishni ustiga kelib qoldi jigarlar, mana ko'ringlar. Hali sizlarni aldab nima qilish kerak ular. Akalar ham halol pok ustalar. Misol uchun siz qana Xudodan qo'rqadigan bo'lsangiz, akalar ham xuddi shunaqa. Narxini arzon qilib berishyapti. Qo'llarida 10-15 ta odam ishlaydi. O'shalarda rizqi bor. Siz olmasangiz ham bitta like bosib qo'ying jigarim, xudo xolasa. Yaxshi niyat. Bularchi aka? Darvozamiz ham o'zimiz Yangiqo'rg'on Nanayga o'rnadi. Darvoza. Namanganga o'rnadi. Juda ham yaxshi. Bu tomonda mana profillar o'zlari tushirib, hamma yo'qda. Bu
qovurg'asi bu. O'sha qovurg'asi, listli darvozani qovurg'asi, ikkita yon taglari shiveldir bo'ladi deganmiz. O'sha polni shiveldir, uloq ishlatmaymiz. Uloq ishlatmaymiz. Hammasi butun tushadi. Ko'pchilik haligi uloq ham ishlatar ekanda, uloq qilar ekan materiali. Yaxshilab chuvarkani quyatda tatchlab turib va kraskani sepib yuboradi, boshqa qiladi. Shu bilan endi unaqalarga o'zi Xudo o'zi kifoya qilsin. Jigarlar, akamizning nomerlarini ekranda qoldiraman. Kelmoqchi bo'lganlar uchun Namangan shahar Shamshiboy bozorida joylari. Do'konimiz Nomerlarni qoldiraman. Do'koningiz necha edi? 787. 787-joy akamizniki bo'ladi. Xohlasa sexga ko'rib, kelib ishlarni ko'rasiz. Ma'qul kelsa, dastavkasini ham, ustanovkasini ham O'zbekiston bo'yicha qilib berishadi. Vodiyda bo'lsangiz kelavering. 1 soat aqa, 1 soat baqa kelasiz, ko'zingiz bilan ko'rasiz. Toshkent vohada bo'lsangiz, zakaz qilavering xudo xolasa. Borib o'lchab olamiz. O'lcham bepul. Bepul, o'lchash narsalarga bepul. Xudo xolasa. Jigarlar, manfaatli video uchun bittadan like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa shunaqangi ishlab chiqarishlarda birinchilardan doimgidek ko'rib borasizlar. Hammalarga omad. Aka, ishlaringizga rivoj, charchamang. Rahmat. Salomat bo'linglar.